Salom, aziz do'stlar. Bugun biz siz bilan juda ham muhim va ko'plab insonlarni tashvishga solayotgan bir masalani muhokama qilamiz. So'nggi paytlarda internetda, ijtimoiy tarmoqlarda va hatto odamlar orasida 6 yoshdan oshganlarga tibbiy xizmat ko'rsatish to'xtatiladi. Ularni davolashmaydi. Maxfiy buyruq chiqdi degan mishmishlar juda keng tarqalmoqda. Bu xabarlar ayniqsa yoshi ulug' insonlarimizni va ularning yaqinlarini qattiq xavotirga solmoqda. Agar siz 6 yoshdan oshgan bo'lsangiz yoki ota-onangiz, bobo-buvilaringiz shu yoshda bo'lsa yoki umuman sog'liqni saqlash tizimi bilan bog'liq o'zgarishlar sizni qiziqtirsa, unda bugungi videomiz siz uchun nihoyatda qimmatli bo'ladi. Bu ma'lumot har birimizga tegishli. Chunki u sizning va yaqinlaringizning sog'lig'i hamda huquqlaringiz bilan bevosita bog'liq. Shuning uchun iltimos diqqat bilan tinglang va hoziroq kanalimizga obuna bo'lishni hamda ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu bizga bunday muhim ma'lumotlarni ko'proq odamlarga yetkazishga yordam beradi. Keling, avval vaziyat qanday bo'lgani va hozir nima o'zgargani haqida gaplashaylik. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 40-moddasida aniq yozib qo'yilganki, har bir fuqaro malakali tibbiy xizmat olish huquqiga ega. Bu huquq yoshidan, jinsidan, ijtimoiy kelib chiqishidan, moliyaviy ahvolidan qat'i nazar barcha uchun teng ta'minlangan edi va bugungi kunda ham ta'minlangan. An'anaviy tibbiyot tizimimizda poliklinikalar va shifoxonalar aholiga xizmat ko'rsatib kelgan. Fuqarolar o'zlarining hududidagi poliklinikaga murojaat qilib, terapiya, jarrohlik, nevrologiya va boshqa mutaxassislar ko'rigidan o'tishlari, zaruriy tekshiruvlardan o'tishlari va davolanishlari mumkin edi. Davlat tomonidan kafolatlangan bepul tibbiy xizmatlar ro'yxati mavjud edi va bu ro'yxatga kiritilgan xizmatlardan har qanday yoshdagi fuqarolar foydalana olardi. Hech qachon, hech qanday rasmiy hujjatda 6 yoshdan oshgan fuqarolarga tibbiy yordam ko'rsatilmaydi degan band bo'lmagan va bo'lishi ham mumkin emas. Xo'sh, unda nima sababdan bunday xavotirli xabarlar paydo bo'ldi? Qandaydir maxfiy buyruq haqidagi gaplar qanchalik asosli? Aslida bu mishmishlar O'zbekistonda sog'liqni saqlash tizimini modernizatsiya qilish va samaradorligini oshirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar bilan bog'liq bo'lgan ba'zi o'zgarishlarning noto'g'ri talqin qilinishidan kelib chiqqan desak adashmaymiz. Ya'ni hech qanday maxfiy buyruq mavjud emas. Aksincha, so'nggi yillarda prezidentimiz va hukumatimiz tomonidan qabul qilingan qator qarorlar, farmonlar va dasturlar aholiga, ayniqsa keksa yoshdagi fuqarolarga tibbiy xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash, ularga qulaylik yaratish, profilaktika ishlarini kuchaytirishga qaratilgan. Masalan, oilaviy shifokorlar tizimini mustahkamlash, tez tibbiy yordam xizmatini takomillashtirish, tibbiyot muassasalarining moddiy texnik bazasini yaxshilash kabi chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Lekin ba'zi yangiliklar, xususan tibbiy yordam olish tartibiga o'zgarishlar aholi orasida ayniqsa ma'lumot yetishmasligi sababli noto'g'ri tushunishlarga olib kelgan. Asosiy o'zgarish shundaki, tibbiy xizmat ko'rsatishda endilikda profilaktika va birlamchi tibbiy sanitariya yordamiga ko'proq e'tibor qaratilmoqda. Oilaviy shifokorlar tizimining kuchaytirilmoqda. Bu esa ba'zi fuqarolar tomonidan to'r mutaxassisga to'g'ridan to'g'ri kira olmaslik deb talqin qilinmoqda. Aslida esa bu tizim bemorning sog'lig'ini yaxlit holda nazorat qilish, keraksiz tekshiruv va davolanishlarning oldini olish, shuningdek resurslarni oqilona taqsimlashga qaratilgan. Endi esa asosiy qismga o'tamiz. 6 yoshdan keyin davolashmaydi degan mishmishlar butunlay asossizdir. Bu yolg'on ma'lumot. Hukumatning yoki Sog'liqni saqlash vazirligining hech qanday hujjatida bunday norma mavjud emas. Aksincha, keksa yoshdagi fuqarolarga nisbatan e'tibor va g'amxo'rlik yanada kuchaytirildi. Keling, bu borada nimalarni bilishingiz kerakligini, kim xavotirlanish kerakligini va kim xavotirlanmasligi kerakligini batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchidan, shuni unutmangki, O'zbekistonda tibbiyotda yoshga qarab diskriminatsiya qilish qonun bilan taqiqlangan. Har bir inson yoshdan qat'i nazar, shoshilinch, tezkor va birlamchi tibbiy yordamni to'liq hajmda olish huquqiga ega. Bu asosiy prinsip o'zgarmasdir. Xo'sh, nima o'zgardi? Birinchi navbatda tibbiy xizmat ko'rsatish tartibi optimallashtirildi. Endilikda ko'plab hollarda fuqarolar o'zlarining oilaviy shifokorlari orqali tibbiy xizmat olishlari tavsiya etiladi. Bu degani siz bevosita kardiologga, nevropatologga yoki boshqa to'r mutaxassislarga borishdan oldin avvalo o'z oilaviy shifokoringizga murojaat qilishingiz kerak.
Oilaviy shifokor sizning umumiy ahvolingizni baholaydi, dastlabki tashxis qo'yadi, zarur tekshiruvlarni tayinlaydi va agar vaziyat to'g'ri mutaxassis aralashuvini talab qilsa, sizni o'sha mutaxassisga yo'naltiradi. Bu tizim nima uchun joriy etilmoqda? 1. Sog'liqni saqlash tizimining yuklamasini kamaytirish. Ilgari fuqarolar har qanday mayda muammo bilan ham to'g'ri mutaxassisga murojaat qilishardi. Bu esa mutaxassislarning ishini ortiqcha yuklar va uzun navbatlar paydo bo'lishiga olib kelardi. 2. Tibbiy yordam sifatini oshirish. Oilaviy shifokor sizning barcha kasallik tarixingizni, qabul qilgan dorilaringizni biladi. Bu esa davolash jarayonini yanada samarali qiladi. U butun oilangizning sog'lig'ini nazorat qiladi va sizning individual xususiyatlaringizni yaxshiroq biladi. 3. Profilaktikani kuchaytirish. Oilaviy shifokor surunkali kasalliklarni erta aniqlash va ularning oldini olishda muhim rol o'ynaydi. U muntazam skrininglar o'tkazishni tavsiya qiladi. Keling, bir nechta aniq misollarni ko'rib chiqaylik. Bu vaziyatni yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Birinchi misol, 7 yoshli Oydin opa uzoq yillardan beri qon bosimi balandligi, gipertoniya bilan aziyat chekadi. Ilgari u to'g'ridan-to'g'ri poliklinikadagi kardiologga murojaat qilaverardi. Har 6 oyda bir marta ko'rinardi. Yangi tizim joriy etilgach, Oydin opa kardiolog qabuliga yozilmoqchi bo'lganda, undan avvalo o'zining oilaviy shifokoriga borish so'raladi. Oydin opa dastlab meni keksaligim uchun kardiologga yuborishmayapti, davolashmayapti deb xavotirlandi. Aslida esa uning oilaviy shifokori uning ahvolini baholashi, oxirgi tekshiruv natijalarini ko'rib chiqishi va agar zarurat bo'lsa, uni kardiologga yo'naltirish kerak edi. Oilaviy shifokor Oydin opaning barcha dori-darmonlari ro'yxatini ko'rib chiqib, ularning bir-biriga ta'sirini hisobga olgan holda, unga yana bir marta elektrokardiogramma, EKG va qon tahlili topshirishni maslahat berdi. Ushbu tahlillar natijasiga ko'ra, oilaviy shifokor Oydin opani kardiologga yo'naltirdi. Chunki uning qon bosimi barqaror emas edi va dorilarni o'zgartirish talab qilinardi. Bu holatda Oydin opa kardiologdan oldin to'g'ri tashxis va tegishli yo'llanma bilan borgani uchun unga yanada samarali yordam ko'rsatildi. Bu davolashdan bosh tortish emas, balki davolash tartibini optimallashtirishdir. Ikkinchi misol 65 yoshli Botir aka umrida deyarli shifokorga bormagan, o'zini baquvvat hisoblagan. Lekin bir kuni uning titsasida kuchli og'riq paydo bo'ldi. U shu zahotiyoq xususiy klinikaning travmatologiyaga borishni rejalashtirdi. Ammo do'stlari unga avvalo poliklinikaga, oilaviy shifokoriga murojaat qilishni maslahat berishdi. Botir aka saliklanib, baribir oilaviy shifokoriga bordi. Shifokor uni diqqat bilan tekshirdi, so'radi. Og'riqning sababini aniqlash uchun rentgen va qon tahlillari tayinladi. Natijada ma'lum bo'ldiki, Botir akaning tissasidagi og'riq oddiy yallig'lanish emas, balki organizmdagi kalsiy yetishmasligi va boshqa modda almashinuv buzilishlari bilan bog'liq ekan. Oilaviy shifokor unga kompleks davolashni, jumladan maxsus dorilar, parhez va fizioterapiyani tavsiya qildi. Shuningdek, uni endokrinolog va revmatolog ko'rigiga yo'naltirdi. Agar Botir aka to'g'ridan-to'g'ri travmatologga borganda, u faqat tissa og'rig'ini davolashi mumkin edi. Ammo asosiy sabab yashirin qolishi va kelajakda boshqa muammolarga olib kelishi mumkin edi. Bu misol oilaviy shifokorning keng qamrovli yondashuvi qanchalik muhimligini ko'rsatadi. Uchinchi misol, 68 yoshli Nodira xola eshitish qobiliyati pasaygandan shikoyat qilib, poliklinikaga keldi. Unga ham avval oilaviy shifokorga murojaat qilishni aytishdi. Nodira xola endi hamma narsa pullik bo'lib ketdimi? Davlat men kabi keksalarni davolashdan voz kechyaptimi deb o'yladi. Aslida esa davlat tibbiyot muassasalarida eshitish qobiliyatini tekshirish va ayrim holatlarda eshitish apparatlari bilan ta'minlash bo'yicha imtiyozli dasturlar mavjud. Oilaviy shifokor Nodira xolani lor, quloq, tomoq, burun kasalliklari, lor shifokor uni tekshirib, shifokoriga yo'naltirdi va Nodira xolaga eshitish apparati kerakligini aniqladi. Qayerga murojaat qilish kerakligini tushuntirdi. Natijada Nodira xola imtiyozli asosda zamonaviy eshitish apparati bilan ta'minlandi va endi hayot sifatini ancha yaxshilagan. Bu misol shuni ko'rsatadiki, ba'zi xizmatlar uchun ma'lum tartib va hujjatlar talab qilinishi mumkin, lekin bu davolashdan bosh tortish degani emas, balki mavjud imtiyozlardan to'g'ri foydalanish uchun zarur bo'lgan jarayon. Xulosa qilib aytganda, kim xavotirlanishi kerak? Asosan bu yangi tizimni tushunmaydigan, o'z huquqlarini bilmaydigan, faol ravishda sog'lig'ini nazorat qilmaydiganlar. Kim xavotirlanmasligi kerak?
ma'lumotli o'z oilaviy shifokori bilan aloqada bo'lgan, profilaktika choralariga rioya qiladigan va tibbiy yordam olish tartibini biladigan har bir inson. Endi ikkinchi asosiy qismga o'tamiz. Qoidalardan istisnolar, ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan joylar va noaniq nuanslar. Istisnolar: 1. Shoshilinch tibbiy yordam. Agar sizning hayotingizga xavf tug'ilsa, masalan, yurak xuruji, insult, jiddiy jarohatlar, qattiq qon ketishi, yoshingizdan qat'iy nazar sizga zudlik bilan shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatiladi. Bu qoida o'zgarmasdir va hech qanday yo'llanma talab qilinmaydi. Tez tibbiy yordam xizmati iz raqami har doim har qanday vaziyatda yordamga kelishga majbur. 2. Ayrim kasalliklar bo'yicha davlat dasturlari. O'zbekistonda onkologik kasalliklar, sil kasalligi, ruhiy kasalliklar, diabet kabi jiddiy kasalliklar bo'yicha davlat tomonidan moliyalashtiriladigan maxsus dasturlar mavjud. Bu dasturlar doirasida davolanish ham yoshga bog'liq emas. Masalan, qandli diabet bilan kasallangan 6 yoshdan oshgan fuqarolar ham insulin yoki boshqa zarur dorilar bilan bepul ta'minlanadi. Shuningdek, kam ta'minlangan, nogironligi bo'lgan, urush faxriylari kabi ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar uchun davlat qo'shimcha imtiyozlar va dasturlarni taqdim etadi. Bular ham yoshga qarab cheklanmaydi, balki ijtimoiy maqomga qarab belgilanadi. Vaksinalar va skrininglar. Keksa yoshdagi fuqarolar uchun mavsumiy grippga qarshi emlash, pnevmoniya, shuningdek saratonning ayrim turlarini erta aniqlashga qaratilgan skrining dasturlari mavjud. Bu dasturlar aholi salomatligini mustahkamlashga qaratilgan bo'lib, imtiyozli yoki bepul amalga oshiriladi. Ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan joylar va noaniq nuanslar. 1000. Ma'lumotlarning noto'g'ri talqin qilinishi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, ba'zi tibbiy islohotlar yoki yangi tartiblar noto'g'ri tushunilishi mumkin. Masalan, bepul tibbiy xizmatlar ro'yxati aniq belgilangan. Bu ro'yxatga kirmaydigan xizmatlar, masalan, estetik operatsiyalar, ba'zi tishni davolash turlari, shaxsiy talabga asosan o'tkaziladigan chuqur tibbiy ko'riklar hamma yoshdagi fuqarolar uchun pullik bo'lishi mumkin. Bu yoshga bog'liq emas. Agar sizga pulli xizmat taklif qilinayotgan bo'lsa, avval uning bepul xizmatlar ro'yxatiga kirish yoki kirmasligini aniqlashtiring. 2. Sug'urta tizimiga o'tish. O'zbekistonda bosqichma-bosqich tibbiy sug'urta tizimiga o'tish rejalashtirilmoqda. Bu tizim joriy etilgandan so'ng fuqarolar majburiy tibbiy sug'urta polisiga ega bo'lishlari va ushbu polislarga muvofiq tibbiy xizmat olishlari mumkin bo'ladi. Bu ham xuddi avtomobil sug'urtasi kabi bo'ladi, lekin u hali to'liq joriy etilmagan va hozirgi 6 yoshdan keyin davolashmaydi degan mish-mishlarga aloqasi yo'q. Aksincha, majburiy tibbiy sug'urta barcha fuqarolarning, jumladan keksa yoshdagilarning ham tibbiy xizmatlardan foydalanishini yanada kafolatlaydi. Mahalla va jamoat tashkilotlarining roli. O'zbekistonda mahalla tizimi juda muhimdir. Mahallalarda faoliyat yurituvchi, keksalarni e'zozlash kabi tashkilotlar keksa yoshdagi fuqarolar salomatligini mustahkamlashga qaratilgan bir qator tadbirlarni amalga oshiradi. Ular muntazam ravishda tibbiy ko'riklar tashkil etadi, dori-darmonlar bilan yordam beradi va keksalarni ijtimoiy hayotga jalb qiladi. Bu sizning qo'shimcha imkoniyatingizdir. 4. Subyektiv yondashuv. Afsuski, ba'zida tibbiyot xodimlari orasida subyektiv yondashuvlar uchrab turishi mumkin. Ba'zi tibbiyot xodimlari o'z ishiga mas'uliyatsiz yondashishi, fuqarolarga qo'pol muomala qilishi yoki ma'lumotni noto'g'ri yetkazishi mumkin. Bunday holatlar esa fuqarolarning haqli noroziliklariga sabab bo'ladi va ularni sistemada muammo bor deb o'ylashga undaydi. Bunday vaziyatlarda siz o'z huquqlaringizni himoya qila olishingiz kerak. Endi esa eng muhim qismga keldik. Amaliy maslahatlar. Agar siz yoki yaqinlaringiz 60 yoshdan oshgan bo'lsangiz, nima qilishingiz kerak? Qanday qadamlarni qo'yish kerak? 1. Oilaviy shifokoringizga murojaat qiling va ro'yxatdan o'ting. Bu eng birinchi va eng muhim qadam. Agar siz hali ham o'z hududingizdagi oilaviy shifokorga ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, zudlik bilan poliklinikangizga borib ro'yxatdan o'ting. Buning uchun sizga pasportingiz va tegishli hujjatlar, masalan, propiska kerak bo'ladi. Oilaviy shifokor sizning asosiy tibbiy maslahatchingiz bo'ladi. U sizning kasallik tarixingizni biladi, muntazam tekshiruvlar o'tkazadi va zarur bo'lganda sizni to'r mutaxassislarga yo'naltiradi. Bu sizga nafaqat tibbiy yordam olishni osonlashtiradi, balki sog'lig'ingizni kompleks nazorat qilish imkonini beradi. Har qanday kasallikning oldini olish yoki uni erta bosqichda aniqlash davolashdan ko'ra arzonroq va samaraliroqdir. 2. O'z huquqlaringizni biling va ulardan foydalaning.
O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining rasmiy veb saytini siz muntazam kuzatib boring. Bu yerda tibbiy xizmatlar ko'rsatish tartibi, bepul xizmatlar ro'yxati, yangi dasturlar va qarorlar haqida ishonchli ma'lumotlarni topishingiz mumkin. Shuningdek, har bir poliklinika va shifoxonada axborot sistemlari bo'ladi. Ularda fuqarolarning huquqlari va tibbiy yordam olish tartibi haqida ma'lumotlar joylashtiriladi. Ularni o'qib chiqing. 30. Tibbiy hujjatlaringizni tartibli saqlang. Sizning tibbiy kartangiz, tekshiruv natijalaringiz, shifokor xulosalari, tayinlangan dorilar ro'yxati, bularning hammasi juda muhim. Ularni bir joyda tartibli saqlashga odatlaning. Yangi shifokorga murojaat qilganingizda bu hujjatlar unga sizning ahvolingizni tezroq tushunishga yordam beradi. 4. Profilaktika choralariga rioya qiling. Keksa yoshda sog'liqni saqlash juda muhim. Muntazam ravishda tibbiy ko'riklardan o'ting. Hatto o'zingizni yaxshi his qilsangiz ham shifokor tavsiyalariga amal qiling. Sog'lom turmush tarziga rioya qiling. To'g'ri ovqatlanish, jismoniy faollik, yomon odatlardan voz kechish. Bu sizni ko'plab kasalliklardan himoya qiladi. Hatto yengil jismoniy mashqlar, har kuni bir necha kilometr piyoda yurish ham sizning yurak-qon tomir tizimi va tayanch harakat apparatingiz uchun juda foydalidir. 5. Agar sizga tibbiy yordam ko'rsatishdan asossiz ravishda bosh tortsa yoki noo'rin talablar qo'ysa, shikoyat qilishdan qo'rqmang. Birinchi qadam, poliklinika yoki shifoxona bosh shifokoriga murojaat qiling. Yozma ariza bilan murojaat qilish afzalroq. Ariza nusxasini o'zingizda saqlab qoling. Ikkinchi qadam, agar bosh shifokor muammoni hal qilmasa, tuman shahar sog'liqni saqlash bo'limiga murojaat qiling. Uchinchi qadam, agar bu ham yordam bermasa, O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining ishonch telefoniga qo'ng'iroq qiling. Ularning rasmiy veb saytida raqamlar ko'rsatilgan yoki ularning virtual qabulxonasiga yozma murojaat qoldiring. Vazirlik har bir murojaatni ko'rib chiqishga majbur. Shuningdek, prezidentning murojaat virtual qabulxonasiga ham murojaat qilish imkoniyati mavjud. O'zbekistonda fuqarolarning murojaatlari bilan ishlash tizimi juda kuchaytirilgan. 6. Mish-mishlarga ishonmang. Ma'lumotni rasmiy manbalardan tekshiring. Internetda tarqalgan har qanday ma'lumotga tanqidiy yondashing. Unutmang, ijtimoiy tarmoqlarda har doim ham ishonchli ma'lumotlar tarqalmaydi. Rasmiy veb saytlar, televideniyadagi rasmiy xabarlar, gazetalardagi maqolalar va shu kabi ekspert videolari siz uchun ma'lumot manbai bo'lishi kerak. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, 10 yoshdan keyin davolashmaydi degan gaplar. Bu shunchaki asoslanmagan mish-mishlardir. O'zbekistonda hech kimni yoshiga qarab tibbiy yordamdan mahrum qilishmaydi. Aksincha, keksa yoshdagi fuqarolarga g'amxo'rlik yanada kuchaytirilmoqda. Ularning salomatligini saqlash va mustahkamlashga qaratilgan yangi dasturlar joriy etilmoqda. Faqatgina tibbiy yordam olish tartibi biroz o'zgargan. Bu esa tizimni yanada samarali va qulay qilishga qaratilgan. Shunday ekan, xavotirlanishga o'rin yo'q. Faqatgina sizdan talab qilinadigan bu ma'lumotli bo'lish, o'z huquqlaringizni bilish va amaliy maslahatlarga amal qilishdir. O'zingizning oilaviy shifokoringiz bilan doimiy aloqada bo'ling, sog'lom turmush tarziga rioya qiling va har qanday muammoga duch kelsangiz, o'z huquqlaringizni himoya qilishdan qo'rqmang. Umid qilamanki, bugungi videomiz sizga ushbu dolzarb masala bo'yicha aniq tushunchalar berdi va barcha xavotirlaringizni tarqatishga yordam berdi. Bu videoni oilangiz va do'stlaringiz bilan baham ko'ring, ayniqsa yoshi ulug' yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot ularning tinchligi va salomatligi uchun juda muhim. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ushbu videoga like bosing va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.